Oilaviy kelishmovchiliklar ba'zan kichik mojarolardan boshlanib, yakunda og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Qashqadaryo viloyatining Kasbi tumanida ana shunday holat kuzatildi. Ya'ni er va uning ayoli o'rtasidagi janjal keskin tus olib, mojaro yakunda pichoq ishlatishgacha yetib bordi. Ayni paytda hodisa yuzasidan tegishli idoralar tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Muxbirimiz G'olib Amirov voqeaning to'liq tafsilotlariga to'xtaladi. 21 mart kuni tushdan keyin 6 oydan beri alohida yashab kelayotgan ayol turmush o'rtog'ining uyiga o'z kiyimlarini olish maqsadida boradi. Biroq kelishmovchilik mojaroga aylanadi va kutilmaganda fojiali tus oladi. Er jahl ustida oshxona pichog'ini qo'liga olib, ayolning bo'yniga jarohat yetkazadi. Opamni o'g'li derazadan itarib, tezroq qoching deb derazani qulflayotgan holatini biz 200 metr bu yoqdan ko'rib, voqeaga guvoh bo'ldik. Keyin opamga qarasak, bo'ynidan pichoqlangan holatda shoshilinch keyin tez tibbiy yordam bo'limiga olib keldik. Bu yerda birinchi yordam ko'rsatishdi. Shifokorlarning so'zlariga ko'ra, uning bo'yindagi jarohatning chuqurligi 4 cm, uzunligi esa 3 cm bo'lib, o'z vaqtida tibbiy yordam ko'rsatilmaganida oqibatlari og'ir bo'lishini ta'kidlashmoqda. Hozirda jabrlangan ayol shifoxonada shifokorlar nazoratida. Bo'yin sohasida sanchib kesilgan jarohat bilan ko'p qon ketgan, tomirlarga shikast yetgan. Bemorga birinchi yordam ko'rsatildi. Hamma tekshiruv o'tyapti. Hozirda kuzatuvda bor. Hozirgi holat o'rta og'ir, stabil, tekshiruvda, kuzatuvda davolangan olyapti. Mahalla faollari va mas'ul tashkilotlar bu oiladagi muammolarni avvalroq hal qilishga harakat qilishgan, ammo bu urinishlar natija bermagan. Oilaviy nizolar o'z vaqtida hal qilinmaganda, ba'zan shunday ayanchli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Yasholmasligini, oilani tiklash iloji yo'qligini bildirganda bir necha marotaba xonadoniga bordik. Ijobiy hal bo'lavermagandan keyin men tuman hokimligiga murojaat qilib, xotin-qizlar bilan birgalikda shu oilani chaqirtirib, ular ham alohida suhbat qilishgan. Bu oldin bunday holat bo'lmagan bilan oilasi. Biz o'zimiz ham mana kechaki holatdan juda afsusdamiz. Oila bu mehr, ishonch va tushunish ustiga quriladi, ammo ayrim oilalarda bu ishonch yo'qolganda muammolar zo'ravonlik orqali hal etiladi. Biroq har qanday muammoni og'ir oqibatlarsiz, oqilona yo'l bilan bartaraf etish mumkin. G'olib Amirov, Jamol Nazarov, Qashqadaryo.